بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. Ramazon oyi ro'zasini tutmoqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga salovat va durudlar bo'lsin. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa in shi'ta ja'alta al-hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz va muhtaram din qardoshlarimiz, Allohning muborak kechalaridan bir kechada, Allohning baytlaridan bir bayt bo'lmish sizlarni bu muhtasham masjidingizda Ramazon-i Sharif oyida baholi qudrat o'tkazib berayotgan ruhiy tarbiya, qalb pokligi, axloq sayqallashi ma'nosidagi darslarimizni davom ettiramiz. Avvalgi darslarda Allohning zikri, Allohning ibodati har bir banda uchun doimiy zarurat ekanligini, banda doimiy ravishda tili Alloh taoloning zikri bilan qo'l bo'lib yurishi lozim va lobud ekanligi, farz, vojib ibodatlardan so'ng nafl ibodatlarni ham ado etishga ehtiyoj borligi, bu ishlarning hammasi qalb pokligi uchun, ruh tarbiyasi uchun, axloq sayqali uchun xizmat qilishligi to'g'risida suhbatlashdik. O'z-o'zidan mana shu ibodatlarni, farz bo'lsin, vojib bo'lsin, nafl bo'lsin, namoz bo'lsin, ro'za bo'lsin, zikr bo'lsin, qiroati Qur'on bo'lsin, boshqa bo'lsin, ado etish tartibi qanday bo'ladi degan savol chiqadi. Chunki hadis kitoblarimizda, rivoyatlarda muhaddislarimiz o'zlariga yetib kelgan rivoyatlarni, hadislarni, axborlarni sanadi bilan kimdan eshitganliklarini tartibli ravishda yozib qo'ygan xolos. Ba'zi bir holatlarda bir necha ishlar qilinishi yozilgan. Xuddi tahorat, namoz, boshqalarga o'xshagan bir-biridan farq qiladigan ishlar ham yozib qolgan. Ana namozimizni, tahoratimizni, shariat ahkomlarini tartibga solishda bizga fiqh-i zohir faqih ulamolarimiz yordam berib, oyat va hadislardan ahkomlarni chiqarib, ibodatlarni qilish tartibini o'rgatib qo'ygan bo'lsalar, endi qalb ilmining ulamolari, ruhiy tarbiya ustozlari zikr uchun, ibodat uchun, nafl uchun kelgan rivoyatlarni ham o'rganishi, tahlil qilishi, tartibga solib, siz bilan bizga ana shu ishlarni qay tartibda olib borishimizni osonlashtirib berganlar. Bu kundalik vazifalarni ruhiy tarbiya ilmida wird deyiladi. Jami avrod bo'ladi. Wird. Bizni tilimizda buni vazifa deb o'rganib qolamiz. Ba'zi bir shu ruhiy tarbiya ustozlaridan dars olgan, vazifa olgan kishilar mana ertalab o'qiydigan vazifam bor edi, bajarib qo'yay deydi. O'ziga berilgan vazifani o'qib
boradi. Yoki falon shaharga borgan edik, bizga vazifa berdi deydi. Shunga o'xshagan tushunchalar bor. Demak, ular kundalik har kuni takror qiladigan ma'lum bir duolar, zikrlar, tilovati Qur'on yoki shunga o'xshagan boshqa narsalardan iborat bo'ladi. Bu tartib, bu ma'nodagi ishlar har bir inson uchun kim bo'lishidan qat'iy nazar nihoyatda zarur ishlardir. Hayotini tartibga solish uchun, maoshini tartibga solish uchun, bu dunyoda tartibli, intizomli, foydali yashash uchun har bir odamni albatta o'zini ma'lum bir rejasi bo'lishi kerak. Ana shu rejani siz bilan bizga aynan ruhiy tarbiya ustozlari o'rgatishgan va ana o'sha topshiriqlarni wird deb atashgan. Wird so'zi varaka so'zidan olgan bo'lib, o'zi aslida eski paytda suvxonaga borishni aytadi. Avval bunaqa demak tarnovlarda uylarga kirib turadigan suvlar bo'lmagan. Ma'lum bir quduqqami yoki arovni kengroq qilib qo'ygan joyigami borib odamlar har kuni bir necha martadan uyiga idishda suv ko'tarishib kelgan. Hozir ham ba'zi joylarda bor bu narsa. Ana o'shanda suv olishga tayyorlanib qo'ygan joyni mavlid deyishadi. Suvxona, suvxona. Ana unga borib suv olib kelishni wird deyiladi. Chunki borib kelib tunda bir necha marta takrorlanadi. Bu vazifalarni ham har kuni Xudoning bergan kuni bir necha marta ado etganligidan o'sha suvga borishga o'xshatib, buni ham mashoyixlarimiz wird deb nomlashib qolgan. Alloh subhanahu va taolo bu dunyoni turli tuman qilib yaratgan. Ma'lum bir holda o'zgarmas ravishda, doimiy ravishda birdek ketaversa, qizig'i bo'lmaydi. Albatta bu o'zgarib turishi kerak, turlanib turishi kerak, doimo bir yangilik bo'lib turishi kerak. Alloh taolo bu dunyoni yaratganda shuni iroda qilgan, bu dunyoni tartibini solganda ham mana shuni iroda qilgan. Ibodatda ham mana shu narsa. Alloh taolo aytadi: "Auzubillahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Tadkurulloha bukratan va asila. Va minal layli fasjud lahu va sabbihhu laylan tawila." Allohni, deydi Alloh taolo o'zi, ertayu kech zikr qilinglar. Erta ham, kech ham Allohni zikr qilinglar. Kechasida bo'lsa, unga sajda qilinglar, ya'ni namoz o'qinglar. Va sabbihhu laylan tawila. Uzoq kechalarida tasbih ayting. Mana shu yerda zikr bor. Zikr erta ham bo'ladi, kech ham bo'ladi. Mana shu yerda sajda, namoz bor kechasida. Va mana shu yerda yana tasbih aytish ham bor. Demak, ibodatni bir qancha turini qilinyapti. Zikr, namoz, tasbih aytish, va bunga o'xshagan kechasi, kunduzi, ertalab, kechqurun. Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadi: "Va huvallazi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura." Alloh shunday zotki, kecha kunduzni bir-biri bilan almashtiradigan qilib qo'ydi. Kecha kelsa kunduz keladi, kunduz kelsa kecha, mana shunda almashtiradi. Nima uchun? Liman arada an yadhakkara. Zikr qilganlarni, zikrni iroda qilganlar uchun va shukrni iroda qilganlar uchun. Kimdir kechasi yaxshiroq ibodat qiladi, kimdir kunduzi almashib turadi. Ana shu ma'noda, demak, bugungi kunda insonning kun tartibi deb atalayotgan narsa dunyo tarixida birinchi bo'lib musulmonlar tarafidan Allohning ta'limoti asosida yo'lga qo'yildi. Har bir mo'min musulmon banda uchun ilohiy ta'limot asosida aniq va ilohiy barakot aralashgan kun tartibi tuzildi. Bu kun tartibini tengi yo'q. Dunyoda misli yo'q.
o'xshashi yo'q. Bu nihoyatda ulug' va buyuk bir baxtdir. Chunki insonning hayotiga baraka kiritadigan, xayr kiritadigan aynan mana shu narsadir. Ya'niki hayot tarzi shundan iboratdir. Kelinglar, hammamiz bir o'ylab ko'raylik. Odam kechqurun uxlab yotganida, tong otganda uyg'ondi. Shu uyg'onishi qanday bo'lishi kerak? Misol uchun, boshqa turli xalqlardan, musulmon bo'lmaganlardan hammasidan so'rang, sen ertalab tong chog'ida uyg'onganingda nima xayol qilasan, nima bir gap aytasan desangiz, hech birini tayini yo'q. Hech birini tayini yo'q. Kimdir so'kilib turadi, kimdir tupurib turadi, kimdir yana qandaydir bir o'zini o'ylab yotgan tashvishini qaytadan esiga olib turadi va hokazo. Mo'min musulmonlarcha, dunyoda hozir bir yarim milliard musulmon bo'ladigan bo'lsa, deyarli hammasini gapirib turishadi. Mo'min musulmon odam kechasi yotib uxlagandan keyin tong chog'ida uyg'onganda alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana va ilayhi an-nushur degan duoni o'qiydi. Bilmaganlari mana shu ma'nosini anglashadi. Ma'nosi nima? Bizni o'lganimizdan keyin tiriltirgan Allohga hamd sano bo'lsin, shukr bo'lsin. Uxlab yotibdik. Deyarli o'limdek edik. Lekin Alloh bizni tiriltirib turg'izdi, o'ziga shukr. Agar xohlasa o'qilma qilaveradi. Qancha odam uxlab turmayapti, Allohdan qilish kelyapti. Har birimiz shunday yo'liqishimiz mumkin edi. Lekin Alloh tiriltirdi. Uyqudan sog' salomat turish ne'matini berdi. Shuning uchun bu zotga hamd bo'lsin, maqtov bo'lsin, shukr bo'lsin, sano bo'lsin. Va baribir bir kuni yig'ilib borishimiz o'zini huzuriga yana. Ko'ryapsizmi? Tong chog'ida. Yangi bir kunni boshlashdagi birinchi qadamida Allohni esga olish, Allohga shukr aytish, Alloh uni tiriltirganini esga olish va yana baribir Xudoga qaytishini esga olish. Bu degani bu odam kun bo'yi faqat Alloh bilan bo'ladi va faqat yashaydi. Bunaqa go'zal ma'no, bunaqa pur ma'no, bunaqa barakotli ma'noni musulmonlardan boshqa hech kim ayta olmaydi, chunki bilmaydi, ta'limi yo'q. Ana Allohga shukr aytib turdi. Musulmonlar nima qiladi? Uyquni uxlab qolganligidan o'zidan tamorat qiladi. Yuz qo'lini, oyog'ini yuvadi. Ibodat oklanadi. Oklanib Allohga ibodat qilishga, Parvardigor bilan muloqot qilishga, munojat qilishga tayyorgarlik ko'radi. Ana ko'ryapsizmi? Qanday ulug' bir holat. Ana o'sha paytda yana o'qiladigan ba'zi bir duolar bor. Radiina billahi robban va bil islami dinan va bi nabiyyina Muhammadin sallallohu alayhi va sallam rasulan va nabiyyan. Ana Allohning Robb deb rozi bo'ldik. Islomni din deb rozi bo'ldik. Muhammad alayhissalomni nabiy va rasul deb rozi bo'ldik. Bu juda buyuk bir ahdnoma. Allohning o'ziga ishongan diniga, yuborgan payg'ambariga rozilikni tong saharda e'lon qilish. Har kuni e'lon qilish. Har zamon e'lon qilish. Mana bu haqiqatdan juda buyuk bir baxt, ulkan saodat. Yana mashoyixlarimiz aytadilarki, ana shunday sahar chog'ida tilaklar, duolar qabul bo'ladigan paytida har bir mo'min musulmon 3 marta Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi va la fis samaa 3 marta aytsin. Bu degani nima degani? Allohning ismi bilan. Bu zot shunday zotki, uni ismi bor joyda osmonlar va yerda hech kim zarar yetkaza olmaydi.
3 marta aytib qo'ysa deydi hadisda, kun bo'yi inshaalloh unga hech qanday favqulodda zarar yetmaydi. Yetmaydi, aniq. Mana shu hadisni Abon ibn Usmon radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Hazrati Usmon Zunnuraynni o'g'illari. Doim aytib yurardilar. Bismillahirrohmanirrohim. La yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa o'qinglar. Inshaalloh hech qanday sizlarga to'satdan yetadigan balo ofat kelmaydi deb yurardi. Doimiy ravishda mashhurdilar shu gap bilan. Bir kun odamlar eshitdiki, Hazrat Usmonning o'g'illari Abon shu hadisni rivoyat qilgan zot yuraklaridan demak insult bo'lib arazlab qoldilar. Uyda yotganimda. Odamlar ko'rgani borishdi. Ko'rgani borib ishonmalardi. O'zi ularning hadisida aytib yurardi. Qanaqa bo'ldi ekan borsa faqat yo'q. Bir taraf ishlamayapti. Shunda ikkita kirgan ziyoratchi bir-biriga ma'noli qarashib qo'yibdi. O'zi bu hadisni aytib yurardi-yu, olib o'qib endi degan ma'noli ko'zqirini urishtirishibdi. Shunda yotgan joyda bemor Abon ibn Usmon radhiyallohu anhu, nimaga ko'z urishtirishyapsan? Bilib turibman, bugun o'sha duo esimdan chiqib qolgan ekan deganlar. Iymon e'tiqod bilan bugungi kunimizni o'zini xavf-xatarsiz o'tkazishni aniq darsdagi Qur'onni turibdi. Shuni demak o'qib Allohdan tilab bo'lsak yaxshi. Arabchasini yodlamaganlar o'zbekcha ma'nosini aytsa bo'laveradi ma'nosi. Inshaalloh Alloh qabul qiladi, qabul qiluvchi bo'lsin. Bu endi bomdoddan oldin bo'layotgan gaplar. Bomdoddan oldingi sahar chog'idagi muddatlar, fursatlar, vaqtlar istig'for uchun. Alloh subhanahu va taolo mo'min musulmon bandalarini maqtash borasida, madh qilish, ularni ulug'lar sifatlarini vasf qilish borasida va bil ashari hum yastaghfirun degan. Mo'minlarning sifatlaridan bittasi shuki, sahar chog'larida istig'for etadi. Ya'ni mag'firat so'rab Allohga iltijo qiladi. Shuning uchun bu paytda istig'for aytib qolish, gunohini so'rab qolish juda muhim bir ish bo'ladi. Ulug' mashoyixlarimizdan o'tgan o'sha sahobalarning davrini ko'rgan odamlardan birlari shunaqa namozdan oldingi sahar paytida birovni uyini chaqirib borsa, xizmatchilari uyquda deyishdi, uxlayapti deyishdi. Haligi odam umuman hayron qolgan ekan. Yo Alloh, subhanalloh. Hozirgi vaqtda ham uxlaydimi odam? Men birinchi marta eshityapman bu paytda, sahar paytida uxlayotgan odamni degan ekan. Ya'ni boshqalar uni qilmaganda Xudodan baraka tilab sahar turgan. Mana shu sahar turish musulmon ummatining eng buyuk siymalaridan biri. Saharda baraka bor, saharda xayr bor, yaxshilik bor. Mana shu sahar turganlar shunga erishadi. Ulamolar buni tushuntirish uchun hayotdan misol ham keltirishadi. Mana qaranglar deydi, qo'y. Qo'y barakatli hayvon. Lekin bittadan tug'adi. Ikkita tug'adiganlar juda kam bo'ladi. Uni tinmay har kun odamlar so'yib yeb turadi. Lekin qarasangiz hamma yoqda yana qo'yib qo'ralarni yuraveradi. It bir tuqqanda 8 ta, 9 ta, 10 ta tug'adi. Uni bittasini yeyish ham harom. Lekin qayerga qarasangiz bitta yolg'izlarni quvurgan, tepilgan, haydalgan qoladi. Nima sabab bu? Desa, qo'y saharda uxlamaydi. It mana shu kechasidan sakkilab yurib saharga kelganda uxlab qoladi. Mana shuni ulamolarimiz mulohaza qilib tushuntirish uchun, siz bilan bizga ibrat bo'lishi uchun aytgan. Mana demak mo'min musulmon banda o'zini islomiy kun tartibiga amal qilayotgan banda endi tahoratini qilib, duolarini o'qib, masjidga tomon yo'llanadi.
yo'lda aytadigan duolari ham bor. Allohumma ij'alni fi yamini nuran va fi yasari nuran degan duolar bor. Ularni inshaalloh kitoblardan o'qib olasizlar. Hop, masjidga borganda uni ham aniq o'ng oyoq bilan kirishi va duosi aniq hammalar bor. Ya'ni bir nima qilsamki, namazga kirganda nima qiladi degan gap yo'q-da. Aniq tartib turibdi. Ana endi bomdod namozini o'qidi. Bu buyuk bir baxt. Bomdodni o'qib, ado etish farzini nihoyatda katta bir baxt. Buni hadislarda o'qib eshitilgan savoblari ulkan darajadagi. Ana endi mana shu yerda bomdodni o'qib salom bergandan keyin eng fazilatli vaqtlardan bittasi boshlanadi. Shuning uchun deydi, nafl ibodat qilaman, savobni ko'p olaman, zikrni zokirlardan bo'laman degan odam ana shu bomdodni o'qib salomini bergandan keyin namozda o'tirgan holida oyog'ini bukmasdan zikrini boshlash. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. 10 marta aytsa 10 ta xatosi kechiriladi, 10 ta yaxshilik yoziladi, 10 ta balo rad qilinadi, 10 ta xayr jalb qilinadi va kech-kecha u Alloh taoloning himoyasida bo'ladi, shayton ham unga zarar qiladi. Görüyorsunuzlar Allah'ın zikrini qanday ulug' ekanligi. Siz bilan bizni bugungi hayotimizga, shu nafas olib turgan kunimizga manfaat qancha. Ana namoz o'qib salom bergandan keyin bomdodni quyosh chiqquncha bo'lgan muddat haqiqatdan zikr muddati, qiroati Qur'on muddati, duo muddati, Allohga iltijo muddati. Shuning uchun Imom Malik ibn Anas rahmatullohi alayh namozdan keyin quyosh chiqquncha bo'lgan muddatda uxlamoq makruhdir degan. Ato ibn Abi Rabah degan tobiinlarning eng buyuklaridan, olimlaridan bo'lganlar. Bu kishi o'zi qora odam bo'lganlar, ko'zlari sarshil to'g'roq, ko'rinishlari nihoyatda o'rtacha. Ammo ilmda tengi yo'q odam bo'lganlar. Haj mavsumi bo'lsa Makkada jarchilar jam chaqiradi. Bu hojilar, bu ahli Makka, Ato ibn Abi Rabah hajga keldi, endi birov fatvo aytmasin deydi. O'sha odam aytadi. Hamma yoqda jarchi solib aytishlar ekan. Birov endi fatvo aytmaydi, bu odam keldi, bundan ilmli odam yo'q, shu aytadi, boshqasi aytmaydi. Talabalarning ichida dars aytib o'rtada o'tirsa, davrada deydi, ko'rganlar, xuddi deydi, paxtazorda bir qora qush o'tirgandek bo'ladi. Bu kishi qop-qora, talabalari oq-qora, lekin hammasi ustoz. Ana shu zot bir kuni ko'pchilik bilan safarda ketayotsalar, sahroda, yo'llarida bir to'la sherlarni yalasi yoqadi. Borib, odamlar bu yoqda, sherlar bu yoqda bir-biriga qarab to'qnashadi. Sherlar ham qimirlamay shu odamlarga ko'zini tikib turaveribdi. Odamlar noiloj yuklarni qo'yib o'tirishibdi. Ular bir kelsa keyin yuramiz degan ma'noda. Orqaga qochaylik desa, sher tashlashib turgan gap. Shu bir-biriga ko'zini tikganicha 2-3 kun turishib qoldi. Necha qo'may turishib qoldi. 3-chi kunimi qaysidir xudoni irodasi kelganda sherlarning kattasi turib chekkaga qarab yurgan ekan, qolganlarga ergashib hammasi yana sahroning ichiga yo'qolishib ketdi. Shunda odamlar aql-taqil yotishni boshlaganda endi shogirdlar kelib Ato ibn Abi Rabahga sizdan bir oz 3 kun uxlamadingiz, qizib olsangiz desa, "O, bu vaqtda uxlab bo'lmaydi aql" degan ekan. Bomdoddan keyin quyosh chiqquncha vaqt. Baraka. Xayr hammasi shunda. Buni bizni dinimiz 1500 yil oldin e'lon qilib ibodatni qatoriga qo'shib qo'ygan. Endi hozir boshqalar ertalab quyosh chiqmasdan oldin bo'lsa, ultra binafsha nurlar tarqalar ekan,
sog'liqqa foyda ekan, u bo'lar ekan deyishyapti. Hozir butun dunyo bo'yicha yoz bo'lganda o'sha yorug'likda odamlar ishga borsin deb soatini bir soat oldinda suradi. Nima? Elektr energiyasini hisob qilamiz. Bu baraka degan narsa. Pul mablag'ini oz ishlatish bilan o'zlariga baraka topadi. Ular baraka deyishni bilmaydi. Boshqacha so'z bilan aytishadi. Ana o'sha vaqtda demak banda juda yaxshi bir holatda qalbini hozir qilgan holda o'zini zikrlarini aytadi. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahuni 10 marta o'qisa, undan keyin sayyidul istig'forni o'qiydi, undan keyin boshqa duolari bor, hammasini o'qiydi. Yodlab olganlar, yaxshi biladiganlar juda ham yaxshi bir oqibat bo'ladi. Bizni o'rtamizda keng tarqalgan Naqshbandiya tariqatining mashoyihlari mana shu paytda demak 100 marta astag'firullohal aliyyal azim allazi la ilaha illa huva va atubu ilayhi o'qisin. 100 marta la ilaha illallohni aytsin. 100 marta Allohumma solli alani aytsin va 100 marta qul huvallohu ahadni o'qisin va biladiganlar Yosin surasini o'qisin. O'sha barakotli paytda, xayrli paytda bandaga ikki dunyoni baxtini, saodatini ta'min qiladigan bir payt. Chunki xuddi shu paytda yerda navbatchilik qilgan farishtalar osmonga ko'tarilib, osmondagilar yerga tushib almashayotgan bo'lishadi. Ana o'shalarning u guruhi ham, bu guruhi ham buni duosiga omin deydi. Shuning uchun bu vaqt barakali. Shuning uchun mana shu vaqtda harakatda bo'lish kerak. Allohdan xayrni, barakani, yaxshilikni va so'raydigan narsalarini so'rab olish kerak. Ana zikr, tilovat, Qur'on, boshqa narsalar bilan o'sha muddatni o'tkazib quyosh chiqdi. Quyosh chiqqanda keyin turib 2 rakat namoz o'qiydi, nafl namoz. Bu namozni shuruq namozi deyiladi. Ya'ni quyosh chiqdi degani. Shuruq degani quyosh chiqishini aytadi. Quyosh chiqib bo'lganligini vaqtida o'qiganligi uchun shuruq namozi aytilgan. Mana bu namozni o'qishni ajri savobi juda buyukligini Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom hadislarida bayon qilib berganlar. Ana undan keyin kishilarni kundalik tartiblari, kun tartiblari shaxsiyatiga qarab har xil bo'ladi. Odatda hamma bir endi. Uyqudan turishi ham bir, tahorat qilishi ham, namoz o'qishi ham bir. Endi quyosh chiqdi, endi hammani tirikchiligi boshlanadi. Ana qadimgi ulamolarimiz odamlarni bu ma'noda 6 toifaga taqsimlaganlar. Obid, olim, mutaallim, vazifador, hunarmand va Allohning muhabbatiga g'arq bo'lgan shaxs. 6 kishi. Ulardan kim shu 6 toifaga mansub bo'lsa, o'ziga yarasha harakatda bo'ladi. Albatta, kishini kasbiga, yoshiga, imkoniyatlariga qaraladi. Imkoni borlar ko'proq nafl ibodat qiladi, imkoni yo'qlar ozroq qiladi. Yana kishilarning tabiatlari ham har xil bo'ladi. O'tgan ahli solih, ruhiy tarbiyaning ustozlari, buyuk kishilarni ham ba'zilari namoz o'qishni ko'proq yaxshilab ko'rgan, ba'zilari ro'za tutishni o'ziga juda ma'qul topgan, yana ba'zilari zikrni, uchinchilari qiroat Qur'onni, to'rtinchilari yana boshqa bir nafl ibodatni ixtiyor qilgan. Lekin nima qilsa shu umrini bekor o'tkazmay, mana shu narsalar bilan mashg'ul bo'lsin. Ana obidlar buni qilsa, olimlar ilm tarqatishi nafl ibodat qilgandan ko'ra afzal hisoblanadi. Kitob yozyaptimi, va'z qilyaptimi, dars o'tyaptimi, buni vaqti bormi, shuni qilsa. Faqat turinglar, men 1000 marta tasbih aytadiganim shuni aytaolay deyishni o'rniga darsini o'tish kerak. Farzini qilib bo'ldi,
vojibini qilib bo'ldi, sunnatini qilib bo'ldi. Endi darsi buning uchun alohida aktiv narsa bo'ladi. Talab ilmlar ham shu. Endi vazifadorlar bo'lsa, vazifasini qilish kerak. Chunki ular odamlar bilan muomala qilishadi va odamlarning hojatini chiqarishadi. Shuning uchun farz ibodatini ado qilib bo'lib, vazifasini bajarsin. Vazifasi davomida farz ibodati vaqti bo'lib qolsa, uni farzini bajarsin, vojibini qilsin-da, yana vazifasiga qaytsin. Chunki vazifasi el uchun, yurt uchun kerak. Kunduzi shunday qilib o'tkazadi-da, kechasi bemalol yana nafl ibodatiga bu odam ham qaytadi. Hunarmandlar ham shu. Hunarmand tijoratchi bo'lsin, kosib bo'lsin, dehqon bo'lsin, bog'bon bo'lsin, kim bo'lishidan qat'iy nazar, ularni o'sha hunarini qilishi lozim dobit narsa o'zi uchun, oilasi uchun, eli yurti uchun kerak mehnat bu. Shuni qilsin, lekin doim Allohni eslab qo'ysin. Ishi davomida la ilaha illallohni aytib, subhanallohni aytib, boshqa narsalarni tilini Allohning zikri bilan o'qilib tursin. O'sha bir qariyalar bo'lsa, nafaqaga chiqqan boshqalar bo'lsa, o'sha ertalabki paytlarda ulamolarimiz aytadiki, bemorlarni borib ko'rganlari, ziyorat qilinadigan ulug'larni ziyorat qilganlari, shunga o'xshagan bir harakatli ishlarda bo'lganlari yaxshi bo'ladi. Chunki bu narsalar ham savobli ishlar deyishadi. Ana endi borib havo isib, ancha issiqli yerni qisib qolgan paytida choshgoh payti bo'ladi. Choshgoh namozini o'qish juda ma'qul narsa bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom bunga keng ta'rif qilganlar. Bu namozni 2 rakatdan 8 rakatgacha o'qiganlari o'zlaridan rivoyat bo'lgan. Ana bu murid bo'lgan odam, shu ishga ixlos qilgan odam vaqtiga, imkoniga qaraydi. Hech bo'lmaganda 2 rakat o'qisin. Bemalol bo'lsa, ishi yo'q bo'lsa, 8 rakatgacha o'qisa, o'ziga savob bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Baribir yana o'sha Allohning zikri bilan ish qilayotganda halollik, poklik, Allohni bilib turgani, hisob-kitob qilib turganimizni unutmaydi. Peshin vaqti bo'lganda, azon aytganda azonga javob berib, tahoratini qilib borib, jamoat bilan sunnatlarni qo'shib, yaxshilab peshinni o'qisa. Peshindan keyin yana o'sha o'zini har bir mashg'ulot bilan mashg'ul bo'lsin. Asrni o'qigandan keyin yana shu asrni o'qigandan keyin quyosh qizarib botishga boshlaganda istig'forni vaqti keladi. Juda ulug' va buyuk vaqt. Ana shu paytda qiblaga qarab o'tirib, astag'firullohni doim takrorlab aytib tursa, juda katta, buyuk bir mehnat qilgan bo'ladi, katta bir darajalarga erishadi. Quyosh botayotgan vaqtidagi istig'for, duolar qabul bo'ladi. Shom namozini o'qish bilan kunduzgi kunning bitlari oxiriga yetadi. Ana endi o'sha bir kuni turyapti. Odamni bir kuni turyapti. Mashoyixlarimiz aytadilarki, ey banda, sen kunlardan iboratsan. Tong ottirib kechkirdingmi, bitta kuning ketdi. Ya'ni sening bir qisming ketdi. Necha kundan iborat bo'lsa, bittasi kamaydi. Endi ko'zingni oching. Shu bugun o'tkazgan kuning kechagidan yaxshi bo'ldimi yo'qmi? Mo'minning shiori shu. Bugungi kuni kechagisidan albatta yaxshi bo'lishi kerak, savobi ko'p bo'lishi kerak. Ertasi bugungidan yaxshi bo'lishi kerak. Qani, o'tir o'zingga o'zing hisob qil. Bugun nima qilding? Ertalab bo'lib turdik, rondatda o'qiding, undan keyin nima bo'ldi? Hisobla, o'zingni o'zing hisob qil. Agar nuqsonga yo'l qo'ysang, endi ehtiyot bo'l, kechasi shu nuqsonni to'ldirsin. Mana shu kun tartibiga, mana shu qoidaga, mana shu ko'rsatmalarga amal qilgan odam haqiqiy zokir bo'ladi. Haqiqiy Allohni suygan bandasi bo'ladi. Buguni kechasidan, ertasi bugunidan afzal bo'ladigan buyuk musulmon shaxs bo'ladi. Mana shu harakatda, mana shu gaplarni demak yaxshilab o'zlashtirib, tushunib,
hammamiz kun tartibimizni mana shu holatga keltirishimiz kerak. Kechani kun tartibi alohida bor. Buni inshaalloh keyingi darslarimizda aytamiz. Bugun o'zi shundoq ham gap ancha cho'zilib ketdi. Buni ustiga savollar ham bor ekan. Hozir savollarga qo'ldan kelganicha javob berishga harakat qilamiz. Savol: hadis silsilasidagi buyuk oltilik kitobi haqida ma'lumot bersangiz. Hadis ilmida arab tilida sihahu sitta nomini olgan eng yaxshi saralangan to'g'ri hadislari mashhur bo'lgan 6 ta kitob bor. Hadis to'g'risidagi kitoblar juda ko'p, lekin shu 6 tasi islom ummati tarafidan ehtiyot qilingan, hamma kelishgan va ularga 6 ta eng to'g'ri sahih hadis kitoblari degan nomni bergan. Mana shu sahih kitoblarni zikr qilinar ekan, siz bilan biz mana shu Mavlono Nahrning farzandlari, mana shu O'zbekistonning farzandlari butun dunyoga kategorik faxriga sohib bo'lamiz. Chunki mana shu 6 kitobning ko'pchiligi bizni bobolarimiz hisoblanadi. Ularning imomi, ularning boshlig'i, kitoblari Sahih al-Buxoriy deb nomlangan Abu Abdullah Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy bo'ladi. Imom Buxoriyning Jami' sahihlari musulmon ummati ittifoqi bilan dunyoda Qur'ondan keyingi eng sahih kitob bo'lmoqga sazovor bo'lgan. Imom Buxoriyning bu kitoblarini hamma tan olgan, hamma ehtirom qiladi, hamma demak ulug'laydi, haqlariga duo qiladi. Ikkinchi kitob Imom Muslimning kitoblari. Uni ham Jami' sahih deyiladi. Muslim al-Qushayri u kishi ham Alloh subhanahu va taolo bergan bir ne'matdan foydalanib ajoyib bir kitobni hadis bo'yicha jamlaganlar. Ana undan keyin Imom Tirmiziyni, Abu Isa Tirmiziy o'zimizni Termizda tug'ilib o'sgan, islom yurtlarida o'qib o'rganib hadis to'plaganlar va hozir Surxondaryoning Sherobod rayonida dafn bo'lgan zot Abu Isa Tirmiziyning demak jami'lari, hadis kitoblari 3-o'rinda turadilar. Undan keyin Imom Nasa'iyni, Shuayb an-Nasa'iy, u kishi Niso degan shahardan, u kishi ham bizning Mavlono Nahrdan, hozirgi demak Turkmanistonning yerlaridagi qadimgi shaharlardan birida tug'ilib o'sib, o'sha shaharga demak nisbat berilgan. Undan keyin Abu Dawud as-Sistoniy va undan keyin Ibn Majahning kitoblari. Mana shu 6 kitob juda yaxshi sahih kitoblar deyiladi. Ulardan ikkitasi Imom Buxoriy bilan Imom Muslimning kitoblari Jami' sahih deyiladi. 4 talari qolganlari sunan deb atalgan, chunki ular fiqh bobida demak hadislarni keltirishgan. 6 kishi, 6 zot birlashib bitta hadisni rivoyat qilsa, eng kuchli hadis. Undan keyin Imom Buxoriy bilan Imom Muslim ikkovlari rivoyat qilgani, undan keyin Imom Buxoriyning yolg'iz o'zlari rivoyat qilgan. Bu juda buyuk bir baxt, saodat. Mana Imom Buxoriyni o'rgandik biroz, bu kishini mana Jami' sahihlari tarjima qilinganida ko'pchilik o'qidi, lekin men afsuslar bo'lsinki ba'zida xatolar bor ekan. Endi uni to'g'rilash niyatlari ham bo'lib turibdi, bor ekan bu ham. U kishini ikkinchi bir kitoblari Al-Adab al-Mufrad degan kitoblari bor. Uni bir vaqtlar diniy idora chop qilganida, hammaga tarqatganida men o'sha kitobni olib, ko'p majlislarda uzoq vaqt tarjima qilib, hozirgi tarjima qildik. Buni hozir demak kompyuter diskida ham chiqdi. Bu ovoz yozish tasmalarida ham o'sha tarjima 45 ta tasma bo'lib chiqdi. Hozirgi kunda uni ovozga tushirib inshaalloh Imom Buxoriyning Al-Adab al-Mufrad kitobini yozma sharhini ham tayyorlayapmiz. Duo qilasiz inshaalloh. Imkon bo'lsa uni ham hammamiz o'qib bir foyda manfaat olamiz. Imom Muslimning sahihlarini shogirdimiz Anvarjon tarjima qildilar. Hozirgi kunda biz o'zimizni Islom.uz demak
internet sahifamizga qo'ydik. Xohlaganlar o'qib undan ham foydalanishlari mumkin. Savol: ertalab o'qishga ketayotganimizda garaj oldidagi itlar hamla qilishadi. Qorovullarning bundan xabari bor, lekin chora ko'rishmaydi. Shu sababdan itlarga yesa halok qiladigan dorilarni tashlashga haqqimiz bormi? Ularga gapdan oldin o'sha itni egalarini bir ogohlantirib, iltimos qilish kerak. Bu itlar sizga kerak bo'lganda shuni ushlab turibsizlar. Kechqurun qorovulchilikda sizlarga yordam bersa kerak. Lekin bizga o'xshagan moddiy fuqaroni bunaqa noqulay holga solishinglar yaxshi emas. Iltimos, sizlar itlarni o'sha ertalab namozdan keyin bog'lab qo'yinglar. Biz esonaman, yaxshi bir qo'rqmasdan ishimizga, o'qishimizga boraylik degan ogohlantirishni qilish kerak. Bo'lmasa, mana mahallaning rahbarlariga, militsiyaga aytish kerak. Odamlarni bunaqa bir noqulay holga solib qo'yish albatta bu tartibsizlik, noto'g'ri ish bo'ladi. Buni o'ziga yarasha chorasi ko'rish kerak. Savol: xatmda namoz o'qilayotgan paytda oyatlarning ma'nosini tushunmaganligimiz uchun ko'pincha xayolimiz chalg'iydi. Inson bunday sharoitda nima qilishi kerak? Avvalo, hammanglar bilinglarki, hozir Qur'onda tik turib, Qur'onni eshitayotganinglardan ulug' ibodat yo'q. Tushunyapsizlarmi? Farz namozlaridan, farz ibodatlaridan keyingi eng ulug' ibodat Qur'on tilovati. Qur'on tilovatining eng ulug' nuqtasi tik turib namozda o'qish. Endi buni ustiga Ramazonni fazli qo'shilsa, xatmi Qur'onni fazli qo'shilsa, masjid va uning jamoasini fazli qo'shilsa qancha bo'lishini bilasizlarmi? Hozir sizlar hayolinglar qochyapti ekan, aql bovar bo'lyapti ekan, lekin o'zingizlar sezmagan holda dunyodagi eng baxtli odam sizlarsizlar. Shuning uchun avvalo o'sha eshitayotgan Qur'oninglar Allohning kalomi ekanligini zinhor unutmanglar. Shunda hayot qochmaydi. Allohni misoliga o'xshatish mumkin emas, lekin aytib ko'raylik. O'zingiz hurmat qilgan bir odam yoki ishxonangiz rahbari chaqirib sizga ba'zi bir gaplarni aytsa beparvo bo'lasizmi? Yo'q. Butun jon qo'lomni eshitasiz. U ehtimol sizni so'kyapti. Qandaydir yana bir yomon gaplarni aytayotgan, baribir eshitasiz. Endi Allohning kalomi bo'lsa, Allohning uyida tursak, qiblasiga qarab tursak, Alloh bizni ko'rib turgan bo'lsa, ichimizdagi, qalbimizdagi eng bekitgan narsalarimizni bilib tursa, demak, ana shularni biz his qilsak, qalbni hozirligini ta'minlasak, inshaalloh namozda hayotimiz qochmaydi. Qalbni hozirligi degani qalbni mashg'ul bo'lib turgan narsadan boshqasini unutish. Aynan bu mana shu darslarni biz shuning uchun qilyapmiz. Namoz to'g'risida gapirganda ularni hammasini gapirdik. Endi men afsuski hamma darsni bitta masjidda qilmaydi. Shuning uchun yana sizlardan duo so'raymiz. Bu gaplar hammasi ruhiy tarbiya degan katta bir kitobda bor. Bu kitob 3 qismdan iborat. Birinchisi poklanish deyiladi. Hozirgi mana shu gaplarimiz hammasi poklanish, ya'ni qalbni, ruhni, axloqni poklash. Ikkinchisi tiklanish, uchinchisi xulqlanish deb ataladi. Har biri Allohning o'zi yordam bersa 500 betdan ortiq sahifadan chiqadi. O'shanda o'qib inshaalloh foyda olamiz degan umidimiz bor. Bu yerda yana birodarlaringiz harakat qilib yozib suratga olib borishyapti. Bu ham shu siz azizlarga bir xizmat qilish niyatida qilinayotgan narsalar. Ana sekin-sekin o'rganamiz. Men avval gapirib yurganim uchun takror bo'lmasin deb gapirmadim. Biz haqiqatan namoz o'qiydigan bo'ldik, ro'za tutadigan bo'ldikmi, lekin ruhsiz namoz. Ruhsiz ro'za. Endi ro'zalarimizga ruh kiritishimiz kerak. Namozimizga ruh kiritishimiz kerak. Namoz o'qiganda hayolimiz qochmaydigan bo'lishni o'rganishimiz kerak. Shuning uchun mana shu darslarni qilyapmiz. Tushunarlimi? Hozirgi bugungi kunda aytilgan narsalarning hammasi faqat shu qalbni poklash, ruhni tetiklashtirish, axloqni sayqallash yo'lidagi bo'ladigan omillardan hisoblanadi. Savol: men bozorda mashina ehtiyot qismlari savdosi bilan shug'ullanaman. Ba'zida mijozlarimiz olgan mollarining pulini ancha vaqtgacha bermay yurishadi.
ana shunday vaziyatda o'sha mijoz yana mol so'rab kelsa, unga mol yo'q deb yuborsak, buning savdoyimizga karohati bormi? Uni o'rniga bu narsa yo'q deyishning o'rniga bu narsa bor, men sizga bermayman deyishdi. Odam buni bunday qildingiz, islom dini bunday qildingiz. Birodar, musulmon odam bunaqa bo'lmaydi. Mana demak bola chaqa boqyapman. Shuning uchun bor, men sizga bermayman deyish kerak. Tarbiya bo'lsin shu. Yo'q siz yolg'on qilasiz. Lekin haqni ayting, unga ham ta'sir qilsin. Ajomaski insofga kelmasin. Savol. Bizning savolimiz ishora-i sabboba xususida. Aytishlaricha, ishora-i sabbobani o'z vaqtida bajarmagandan ko'ra, uni tark qilganlik yaxshi ekan. Chindan ham shundaymi? Ishora-i sabboba tortishuvli masala bo'lgan bizning yurtimizda, boshqa yerda tortishuv emas. Chunki eski ulamolardan ba'zilari ham shu ishora-i sabbobani qilmaslik kerak degan gaplarni aytgan. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Shuning uchun odamlarimizning orasida bu masalada ikkiga bo'linish bor. Ba'zilar qilish kerak deydi, ba'zilar qilmaslik kerak. Qilsa, hozirga o'xshab juda insof bilan aytadiki, ishora-i sabbobani to'g'ri qila olmay qolsa, keyin xato bo'lsa, ish xato bo'ladi. Shuning uchun biz avvallari doim aytib yuramizki, kimning ustozi ishora-i sabboba qilasan deb o'rgatgan bo'lsa, qilsin, qilmaganlarni ish qilmasin. Kimning ustozi ishora-i sabboba qilmaysan deb namoz o'rgatgan bo'lsa, qilmasin, qilganlar bilan tortishib janjal qilmasin. Eng to'g'ri yechim shu. Chunki aytganimizdek eski kitoblarda ikki xil gap kelgan. Shularni eski ulamolarning hurmatidan biz shuni qarorini qilyapmiz. O'sha ishora-i sabbobani qilishga ishtiyoqi borlar yaxshilab o'rgansin. Hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Tashahhudni aytayotganda la ilahani la deganda qo'lini ko'tardi, keyin tushiradi. Bu hech qanaqa ko'tarilmasa ham mayli. Hech nimasi yo'q. O'shani demak tushunish kerak, buni masala qilib ko'tarib, bir-birini xafa qilib, urushganlar darajasiga ko'tarish hech kerak emas. Savol. Duo kitoblari ko'payib ketdi. Qaysi birini olishni bilmayapmiz. Bu ham bizdagi savodsizlikni bir ayanchli ko'rinishi. Tushunmovchilikni bir ko'rinishi. Odamlarda o'sha duoni ketidan kelgan va'dalarga juda ishonuvchanlik, o'chlik bor. Odam duoni qilsa boy bo'lib ketadi. Odam duoni qilsa qarz uziladi. Odam duoni qilsa bundoq bo'ladi degan gaplar odamlarni xayolini tortadi. Yaqinda bir kishi keldi. Ravoyat kechasida o'tiruvdik, domla bizga bir kitobdan o'qib berdilar. Shuni so'ramoqchiman, so'ray. Xullas, bir namoz bor ekan. 4 rakatli namoz bor ekan, unda o'qiladigan suralar ham tayin ekan, duosi ham bor ekan. Shu namozni o'sha ko'rsatilgandek qilib o'qisa, 100 yillik namozini o'rniga o'tar ekan. O'zi 100 ga kirmagan bo'lsa, oshib qolgan bo'lsa, ota-onasiga ham qo'shilib ketar ekan. Ota-onasi ham undan oshib qolsa, endi u yo'q Xudoni qasd qilib qo'yishgan bo'ladi. Bitta nafl namoz bilan bo'layotgan gap. Shuni so'radi odam. Nimaga so'rayapsiz? Sizga domla aql kitobdan o'qib beribdi. Domla odam ekan, tushuntiribdi. Yana nimaga mendan so'rayapsiz? Desam so'ragim keldida, aytdim, yo'q, sizni so'ragingiz kelganda yuragingiz ko'tarmayapti. Aqlingizga sig'mayapti. Qanday qilib bunaqa bo'lishi mumkin deganni ochiq aytishdan qo'rqyapsiz, chunki kitobda bor domla aytgan gapni inkor qilolmayapsiz. Men shuning uchun sizdan shuni so'rayapman. Demak, bu o'zi oddiy bir din ilmini o'qimagan insonni ham kallasiga sig'maydigan narsa. Men afsuski, ana shu duo kitoblarini ko'pida ana shu narsa bor.
ana shu narsa bor. Odamlarni dangasalikka, ana shunaqa bo'lmasdan, amal qilmasdan bir narsaga erishishga va hokazolarga undaydigan narsalar bor. Shuning uchun bu kitoblar ko'paygandan ko'payyapti, chiqqanini talab etyapti odamlar, unga qiziqqanlar yana chiqaryapti va hokazo. Haqiqatda esa haqiqatda duo juda ulug' narsa. Bu ibodatni iligi, mo'minning istilohi juda katta fazilatga ega narsa. Lekin duoni matni ham bor, duoni o'zi ham bor. Va Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni virdlarni o'zimizga vazifa qilib, virdlarimizni ixlos bilan bajarib, kun taqdirlarimizni dinimiz ta'limoti asosida qilib, uni yaxshiligidan, foydalaridan bahramand bo'lib yurishimizni nasib etgan bo'lsin. Kechasigi vazifalar, kechasigi ibodat, kechasidagi zikr deganda ko'pchiligimizni hayoliga eng yaxshisi kechasiman uxlamay chiqish degan hayol keladi. Chunki falonchi kechasidan uxlamasdan namoz o'qib chiqar ekan, pistonchi zikr qilib chiqar ekan, ana shuni oqibatida vali bo'lgan ekan, yuqori darajalarga erishgan ekan degan gaplar, so'zlar, rivoyatlar, yozuvlar ko'p. Lekin aslida shu gap to'g'rimi?